adolat, marhamat, nazokat. O'yda bo'lma, qayerda bo'lay, xotin? Endi 30 odam, ulfatlaringiz bilan ash-ishrat qilib yuribsizmi deb o'yladim. Pul yo'q, xonim, pul. Voy, qo'ying, endi hazillashmang. Xo'sh, moyani olindimi? Moyani? Olindi, nima edi? Shu dunyoda 4 ta narsani yaxshi ko'raman. Ha, qani. Moyani olinganda beli bukilmagan pulni sanashni. Pivani ko'pirib tushishini. Palov xontaroni biqillab qaynashini-yu, aroni qultullab quyilishini. Ha, ichmayman degandingiz-ku. O'zimga emas, mehmonga. Ha, yana qanaqa mehmon? Nazokatxon kurortdan kelyapti. Bilaman, nima bo'pti? Yonida mehmoni ham bor ekan-ku. Hay, mehmoni ham bor ekan. Binobarin, Sizni qarang, bahona topilibdi-da. Hay, mayli. Buguncha mayli, faqat buguncha. Hay, bo'lmasa uyga kirib idish-pidish olib chiqing. Dunyoda yaxshi taom-ku, bittasi yog'li palov. Shuncha rohat, shuncha lazzat, yesini yog'li palov. Yema. Ye, murojaat qilamiz. Salomat. Kerak. Ko'rpacha sizdan aylansin. Qanaqa o'tiring. Yo, siz o'tiring, men hozir. Yo, ovora bo'lmang, ovoragarchilik yo'q, hozir. Obrar aka. Mana, ko'k choy. Xolodilnikda. Salkam pivo bo'lib ketgan o'zi ham. Qani, bitta osillar chiqadi. O'zichi. Rahmat Obrar aka. Rahmat, murojaat. Juda xursand ko'rinasiz, bahay. Obrar akam, meni tabriklashingiz mumkin. Xo'sh. Dissertatsiyamni yoqlab oldim. Endi fan kandidatiman, filologiya fanlari kandidati. Buni qarang. Boshqatdan tabriklaymiz-da. Qani. Tabriklayman. Yashay bu ilm. Murojaat, endi oshini qachon yeymiz? Oshinimi? Endi mana shu qilayotgan oshingizni meniki deb hisoblaysiz. Xarajatini to'layman. Himmatingizga balli. Lekin bu osh egasi bor. Nazokatxonga atab qilyapti. Nazokatxon keldilarmi, ha? Kelishidan bexabarmi deysiz? Yo'q, qachon kelarmish? Adolat kutgan chiqib ketdi, hadimay kim qoladi? Men sizga xabar qilgandir deb o'yladim. Yo'q. Nega bundoq qilding, Obrar aka? Bilmadim, inim bilmadim. Obrar aka? Nima? Yo, mendan xafa bo'ldimi-ki, ha? Yo'q. To'g'ri, keyingi vaqtlarda dissertatsiya yozish bilan ovora bo'lib, xat yozishga qo'lim tegmadi. O'zi ham keyingi vaqtlarda xat yozmay qo'ydi. Hatto yozgan xatlarimga javob ham bermay qo'ydi. Ayniqsa keyingi vaqtlarda shunaqa bo'lib qoldi deydi. Voy, sizmi? Assalomu alaykum. Ay, bormisiz? Hech ko'rinmaysiz, otangizdan xabar olmaysiz. Quyosh qayoladan chiqib ketdi, ha? Ay, yaxshi. Voy, xabaringiz bormi? Aytdim. Ay, yaxshi. Voy, hay, dadasi. Nima? Bu kanyak o'lgurdan ham olaymi? Bo'lmasam chiqotin. Dasturxonni ko'rkini kanayajon ochadi-da. Dasturxonni ko'rkinimi, siz ko'rkingiz? Ochmaygina odobisin. Murojaat, men shunday magazinga chiqaman, shunday kelaman. Yana ketib qolmanga xafa bo'laman, darrov kelaman, Murojaat. Xo'sh, Murojaat bilan bu endi to'yni qachon qilasizlar, ha? Endi Obrar aka, Nazokatxon aspiranturani tugatgan kuni to'y. Voy, hali yana 1 yil bor ekan-da. Osh ko'p damlab tursa laj bo'lib ketadi, inim. Obrar aka, muhabbat, oila, osh emas. Endi biz to'y bo'lsa deymiz-da. Qiziq, bu kelar ekan, nega menga xabar kelmadi ekan, Obrar aka? Bilmadim, inim, bilmadim. Obrar aka, yo menga telegramma yuborganu kelib tegmadimi-ki, ha? Xuddi shunday. Telegramma yuborganu menga kelib tegmagan. Ba'zan pochtalarimiz ham chatag'ishlaydi, Obrar aka. Obrar aka, bo'lmasa men uyga borib kiyinib kelay. Men qarang, Murojaat, agar malol kelmasa shu soqolingizni oldirib, bichim so'lim yigit bo'lib. O'zimda pul bor, oldiraman. Obrar aka, bu biror narsa Yo'q, hamma narsa muhayyo. Faqat o'zlari kesala bas. Voy, Murojaat.
Qayerga ketyapsiz? Men uyga borib kiyinib tez qaytib kelaman. Voy mayli. Kiyinib chiroyli yigit bo'lib keling. Murodjon, agar malol kelmasa, mana shu soqollaringizni oldi. Oldiraman, eringiz aytdilar oldiraman. Voy, uzr. Tezda keling, kutamiz. Voy mana hammasidan oldin. Haligi ochganda tiqinishib ketadigani bormi? Shampanskiy. O'shandan ham bitta Olma oldim. Qalay? xotin, olma. Mana shuning uchun ham seni jonimdan ham yaxshi ko'raman-da. Tavba. Doim yaxshi ko'raman deysiz-ku. O'zingiz ham ketib borgan yigitsiz-da. Bo'ldi. Keyin gaplashamiz. Voy tavba. Men ham hozir shtatda gaplashamiz deyotganim yo'q. Hayo dadasi, joyni qayerda? Joyni boqqa tayyorla. Men qara. O'choqqa olov yo'q, qozonga yog'ni solgin. Go'sht bilan piyoz o'choq ochda to'g'ri olib. Ana savzi ham tayyor. Xo'p bo'ladi, o'rta vajati. Bomdan keling, tomdan keling. Voy sarg'aytirmang. Shomda keling. Hech dadasini jahli yomon. Zaf ajoyib xotinim bor. Qo'l oyog'i chaqqon, ovqatga pazanda yaxshi ketmagan. Kim bor shekilli, ha? Salom Obron aka. Yo'q, buray. Qo'l bermas, quchoqlashib ko'rishaylik. Hayron bo'lmang, siz meni tanimaysiz. Ammo men sizni juda ham yaxshi bilaman. Siz eski va dongdor vajatisiz. Siz katta qalb, buyuk idrok egasisiz. Siz mehmon, shoirmisiz deyman-a? Ham shoir, ham olim. Do'stga do'stu, zolimga zolim. Qichaq yigit ekansiz. Men hammangiz ham bilaman. Nazokatdan gapirib berdilar. Mana bog'dan chiqib kelayotgan marhamat opam. Yo'q, buray. Tikuv fabrikasining ilg'or ishchisi topdimmi? Voy topdingiz aylanib. Salom marhamat. Voy yaxshimisiz? Kenayer, ko'ku. Voy nasib. Voy aylanib keldingiz. Voy qachon keldingiz? Voy hozir ba'zi. Voy biram ochilib ketdingiz. Voy bo'lib qo'ya sochingiz qani? Voy kenayer moda-ku. Mana. Hali adolat opamiz kutgan chiqqanlarida salom prokuror adolat opa desam, bu kishi ham hayron bo'ldilar, to'g'rimi? Nazokatchi filan olib kir. Voy hay. Nazir, sovg'asi ko'p, og'ir-u, ha? Yo'q, menikidan bo'ladi. Ha, nega endi? Men gazetasiga bora qolay. Gazetasiga borganingizgacha chimodaningiz shu yerda tura tursin. Qo'yavering. O, Obron aka. Yo'q, savz so'ralgan. Oshga qarashib o'raymi? Men ham pazandalardanman. Yo'q, o'zimiz. Axir siz mehmonsiz. Bugun mehmon, ertaga qarindosh, alayapman. Bu aytgancha sizga atab Moskvadan ajoyib sovg'a olib keluvdim-ku. Hozir. Nazokatxon. Mumkinmi? Juda ajoyib yigit chiqib qoldi-ku. Hamma narsadan xabardor. Adolat. Bu yigit kim? Kuyovmish. Kuyov? Murodjonchi. Murodjondan ayniganmish. Ana xolos. Oxiri oshlash bo'pti-da. Birdaniga. Voy. Bemaslahat. Yuragim g'ash. Yo'q, to'g'ri. Adolat. Ya, kuyov? Qanaqasi bo'ldi? Mana Obron aka. Ammo lekin ataylata sizga topib kelman-da. Voy, bu juda ajoyib-ku, ha? Ha, viski. Bu aytgancha sizni jinday otadi eshitdim-a? Ya, jinday emas, ajabtovur otamiz. Endi buni mazasini tatib ko'ramiz-da. Ha, qanday keldingiz? Mana. Xizmat kichiklarga Obron aka. Hop.
O Bavrar aka. Qaramlar aka. Yo'q, o'zlar. Hop, ben yaxshiman. Salomat deylar uchun. Hay. Dadasi. Hayratdana. Xotin, nima olib kelib sovg'ani masasini tatib ko'ryapmiz-da. Oshni kim qiladi? O'zim hozir. Qani bo'la qoling tezroq. Hop. Tanishganimizga salomat bo'ling. Salomat. Bu kechirasiz, ismingizni aytmadingiz. Ha deb mehmon deb chaqiraverish noqulay. O'tkirbek. O'tkirbek. O'lmang. Mol egasiga o'xshamasa harom oladiganlar rost ekan. Kaningiz ham o'tkir chiqib qoldi. Jalvoni hidini aytmaysizmi? Yutumi ham yumshoq ekan. Yana bittadan, ha? Yana Men hozir osh qilishim kerak. O'chovoshiga chiqaylik, o'sha yerda otamlashamiz. Qanaq bo'lar? O? Dutorlar ham bor ekan, ha? Bor. Olaylik. Mayli. Mayli. Buyurtmadi. Salom Bavrar aka. Va alaykum assalom singlim. Keling. Salom Yulduzxon. Yopiring. Salom. Nazokatxon ta'rif qilganlaricha bor ekansiz. Yulduz emas, oy ekansiz, go'zallikka boy ekansiz. Nazokat qani? Nazokat hozir. Shunday hozir. Rahmat. Voy, bu. Judayam ochib ketdingiz. Bu mengami? Voy, qadi. Rahmat. Menga qara Nazokat. Bu nima degan gap? Bu qanaqangi kelish? Nima ikkilik telegramma bersang bo'lmasmidi? Sizlarni oraqing kelmadi, undan keyin shov-shuvsiz kelmoqchi bo'ldim. Voy. Darrov kelishimni qayoqdan eshita qolding? Murodjon telefon qildi. Murodjonim bilibdimi? Voy. Bu nima deganing? Axir hech kim bilmaganda ham Murodjon bilish kerak edi-yu. Yo unga ham xabar qilmadilar. Nega? Ochiqroq gapir. Boshqasini sevib qoldim. Ana uni. Kurortda tanishdingmi? O'tir, hozir hammasini tushuntiraman. O'tir. Bir kuni dengiz sohili bo'ylab yolg'iz aylanib yurgan edim. Birdaniga qarshimdan chiqib qoldi. Ko'zimga tushdi, yuragim shig' etib ketdi, shoshib qoldim. Nima qilishimni bilmay beixtiyor qizarib iljaydim. U ham kuldi. Tanishalik yaxshi qiz, yolg'izga o'xshaysiz, musofirchilik yomon kishi zerikadi dedi-yu tanishdik. O'shandan keyin har kuni uchrashadigan bo'lib qoldik. O'zi xushchaqchaq, odobli, so'zlari shirin. Hozir chiqadi, o'zing ko'rasan, tanishasan. Murodjonni o'ylamadingmi? O'yladim, juda ham ko'p o'yladim. Boshda o'ylashtirib qo'ygan yigitim bor. Meni tinch qo'ying demoqchi bo'ldim, ammo lekin ayta olmadim. Sho'rlik Murodjon. Ha, sho'rlik Murodjon. 4 yil kutdim. Nazokat, axir u seni sevadi. Bilaman, Yulduz. Meni nima qilay? Aqtirgan odamimni, ko'nglimga yoqqan odamni endi topgandayman. Men endi O'tkirbeksiz yashay olmayman. O'tkirbek? Nima, nomi shunaqa ekanmi? Yo'q, taxallusi. Shoir emasmi? Taxallusi O'tkirbek. Tavba. O'tkirbek degan shoirni birinchi eshitishim. Kitoblar chiqqan ekanmi? Surishtirganim yo'q, ammo lekin hamma she'rlarni yoddan biladi. Asli nomi nima ekan? Bilmadim. Voy, tavba. Bilish kerak. Keling, opa. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? O'tiring, marhamat. Rahmat. Avval nomini, kimligini, qayerdanligini, hozirga qadar nima ish qilib yurganini bilish, keyin muhabbat izhor qilish kerak. Obbo, opam tushmagray. Nuqul prokurorliklarga boradilar-da. Sen kulma. Umr savdosi og'ir savdo. Ha nima? Avval anketa to'ldiring. Kimsiz, qachon, qayerda tug'ilgansiz? Dokumentingizni ko'rsating, undan keyin sevishmasligini aytaman deyishim kerakmidi? Men unday deyotganim yo'q. Yo bo'lmasam ba'zi birovlarga o'xshab.
Shaxsiy Volgangiz bormi? Yangi uchastkangiz bormi? Topar tutaringiz qanaqa? Oltin zayomdan yutganmisiz deyishim kerakmi? Axir muhabbatning hisob kitob emas, ko'ngil hal qiladi ko'p. Sen teskarisi yo'qmi? Men senga unaqalarga teg deb aytayotganim yo'q. Aytmayman ham. Xo'sh, Murodjon shunaqa odam? Ah, Murodjon oltin odam. Ammo men unga tegmayman. Avval tegsam ham endi teg olmayman, opa. Axir qalbimni amriga qarshi bora olmayman-ku. To'g'ri, sevib tegish kerak. Ammo shu bilan birga sinash, sevgan kishining aqdi e'tiqodini, xulq-atvorini aniq bilish ham zarur. Quruq ko'ngilni xohishiga bo'ysunib, bir ko'rishda, bir marotaba birga kinoga borishda, yo istirohat bog'ida bir yo'la tansa tushish bilan oshiq beqaror bo'lib, surishtirmay darrov turmush qurganlar bir oy o'tmay qon yig'lab ajrashganlar juda ko'p. Opajon, ular hirsi havas bandalari. Men haqiqiy sevgi to'g'risida gapiryapman. Nima, meni sevgimga shubhangiz bormi? Seni sevgiga shubham yo'q. Ammo uniki qanaqa bilmayman. Chunki menga notanish odam qorong'i. Opajon, meni sevgimga qanday ishonsangiz, uning sevgisiga ham xuddi shunday ishoning. Uzoq, sudralib, surishtirish natijasida maydonga kelgan muhabbat emas. Bir ko'rishdayoq jizillatgan, qonlarni larzaga solgan muhabbat. Bilasanmi, Nazokat? Parvona gul deb o'zini chiroq ko'rarmish u, kuyib halok bo'larmish. Parvonaga o'xshamadingmi? Opajon, axir o'sha Parvonaniki to'g'ri. Agar haqiqiy oshiq bo'lsang, ishq yo'lida tat tortmasdan yona bilishing kerak, kuya bilishing kerak. Men Parvonaning ishq yo'lida qurbon bo'lishini emas, balki aldanishi, nohaq va noo'rin halok bo'lish haqida gapiryapman. Men seni umrbod baxtli bo'lishingni istayman. Albatta o'ylash kerak. Menga qara, Nazokat, muhabbat konvertda chiqiladigan poyabzal emas. Sevgi bo'lagi oila bo'ladi. Ehtimol oilasi sevgi bo'lishi mumkin, ammo sevgisiz oila bo'lmaydi. Unday oilada baxt, halovat bo'lmaydi. Xo'p, to'g'ri. Ehtiyot bo'lish kerak. Nazokat, sen meni gaplarimga to'g'ri tushun. Balki O'tkurbek sen xayolingda tasavvur etgandek ajoyib, oliyjanob yigitdir. Balki meni shubhalarim asossizdir. Faqat ehtiyot bo'l. O'ylab ish qil. Keyin dog'da qoladigan bo'lmadingmi? Xo'p, opajon, xo'p. Hozir. Opajon, hech ham xavotirlanmang. Ana ko'rasiz. Hammasi joyida. Bilmadim, Nazokat. Bilmadim. Murodjon. Endi o'zing tushunib yo'q, menga og'ir. Siz kelmadingiz. Mumkinmi? Assalomu alaykum. Salom. Yaxshimisiz? Yaxshi keldingiz. Sizga. Rahmat. Bu qanaqasi bo'ldi, Nazokatxon? Bu qanaqasi bo'ldi? Qachondan beri bizdan yashirinib keladigan qoldingiz, a? Kechiring. Shunaqa bo'lib qoldi. Yulduzxon, yoki sizlar dugonangiz xatti-harakat yo'qlaysizmi? Albatta, yaxshi ish qilgani yo'q. Kurot sizga juda ham yoqibdi. Juda ham ochilib ketibsiz. To'g'rimi, Yulduzxon? Rahmat. Ha, bu kishini tez kurortga yuborib turish kerak. Shunday qilamiz. Ha, meni tabriklashingiz mumkin. Xo'sh. Dissertatsiyamni yo'qlab oldim. Voy, rostdan. Tabriklayman. Chin yurakdan. Voy, bu mehmoningiz alomat chiqib qoldi. Voy, Murodjon. Voy, keluvdingiz. Voy, yaxshi kelibsiz. Yaxshi taom ko'p bittasi yo'q. Shuncha lazzat, shuncha rohat, yesa necha oliy parvoz. Nimaga quvvat? Yerga quvvat, ko'zga nur, dardingga darmon dedilar. Serpiyoz, sergo'sh, seryoq, qizilga oliy parvoz. Serpiyoz, sergo'sh, seryoq, qizilga oliy parvoz. Bir siqim osh bo'lsa ham do'stlar bilan ko'rgil bahar. Boshqacha lazzat bag'ishlar deydi o'rtoqli palov. Olmasanliq yaxshi bo'lsa oshni lazzatli qilur, lekin ammo bir cheti oshpazga ham bori palov.
lekin ammo bir cheti oshpazga ham bog'lim Falon. Yaşavarayım. Salom Murodjon. Yok burayı. Salom. Omon emasmiz? Qalay? Dissertatsiyani yoqib oldingizmi? Rahmat, rahmat. Men hamma narsadan xabardorman. Men nazokatxonni 7 pushtiga qadar so'zlab berishim mumkin. Shunda ham nazokatxon? Ha, shunday tanishing bu kishi O'tkurbek. O'tkuriy. Dorulfununning 2 fakultetini, ya'ni tarix va til adabiyot fakultetini tamomlagan, qo'sh oliy ma'lumotli olim va hali ko'p odam bilmaydigan, lekin yaqin kunlarda dovrug'i uzoqlarga ketadigan shoir. Shunaqami? Juda soz, juda soz. O'yin kulgi, xushchaqchaqlikni yaxshi ko'radigan yigitman. Tabiblarning aytishiga qaraganda xushchaqchaqlik kulgi 1000 dardga davomish. To'g'rida. Sizni bir kuldiray dedim. Nazarimda muddaomga yetdim. Rosa yaylab kuldingiz. İçerilerimizi yubordingiz. Endi malol kelmasa mana shularni boqib. Voy jonim bilan, jonim bilan. Hay bu inimchi olimgina, shoirgina emas, ajab to'g'ri masxaravoz artsa ekanlar. Nazokatxon, uzr, biz biroz gaplashib olishimiz kerak. Mashoyixlar bugungi ishni ertaga qo'ymagan degan ekanlar. Yulduz. Murodjon. Chekarsiz. Murodjon, cheking. Yok rahmet bir çekmiyor. Qani, o'tiraylik. Qulog'im sizda. Gap nima to'g'risida borishini bilasizmi? Sezyapman. Farosatizga balla. Biz Nazokatxon bilan kurortda uchrashdik. Uchrashdik u bir-birimizni sevib qoldik. Qani? Axir biz hammasidan xabardorman. Nazokatxonni 4 yildan beri sevib kelganingizni eshitdim. Va hozir ham sevishingizga ishonaman. bu holda Sabr qiling, sabr qiling. Afsuski Nazokatxonning sizga bo'lgan sevgisi u qadar mustahkam bo'lib chiqmadi. Yangi sevgi qarshisida eski sevgi g'oyib bo'ldi. Yana to'g'rirog'i, haqiqiy muhabbat oldida taxminiy, vaqtinchalik sevgi quyosh chiqqanda so'ngan yulduzday so'ndi. unchalik emas. Siz oshiryapsiz. Tumtaroq gaplarni gapirib shoirlik qilyapsiz. Men siz bilan birinchi marta gaplashib turibman. Birinchi suhbatda bu qadar osmondan kelish, bu qadar kalon dumoq, bu qadar dag'al bo'lish odatdir emas axir. Yo, yanglishasiz. Men dumodor emasman. Aksincha men juda ham kamtar odamman. Faqat men shartta kesar, gapni dangal gapirishni, haqiqatni bo'yamay, andavalamay, to'g'ri gapirishni yaxshi ko'raman. Gaplaringiz haqiqat emas. Gaplaringizda tartib haqiqat yo'q. Asabni buzmay to'g'ri gaplashaylik. Qiz talashib pichoqlashadigan, yoqa bo'g'ishadigan, duelga chaqiradigan zamonlar allaqachon o'tib ketgan. Qiz muhabbat, savdolashadigan, mol tortishadigan uloq emas, to'g'rimi? To'g'ri. Ha, O'lbek. Siz bilan biz yangi dunyoning kishilarimiz. Biz faqat o'z manfaatimizni o'ylab, boshqalarning muhabbatini, sevgisini oyoq osti qila olmaymiz. Bu ham to'g'ri. Bu holda shu deganda meni dag'allikda, kalon dumoqlikda ayblashingiz ham odobdan emas. Kechirasiz. Biroz asabiylashdim. Kechirasiz. Zararsiz. Asabiylashingiz ham tabiiy. Axir 4 yil orzu qilib kelgan haqiqat birdan xayolga aylansa, hamma ham asabiylashadi. Yo'q. Bu o'rinda siz yanglishasiz. Men 4 yil orzu qilib kelgan haqiqat xayoliga aylangani yo'q. Aylanmaydi ham. Mening nazokatga bo'lgan sevgim abadiy, umrbod. Bu so'zlaringiz uchun men ham sizni umrbod hurmat qilishga tayyorman. Gaplarimning mubolag'asi yo'q. Men xudbin odam emasman. Men hech qachon sizni muhabbatingizni tortib olishni istagan emasman. Agarda Nazokatxon menga men hali ham Murodjonni sevaman, men Murodjon bilan turmush qurmoqchiman, siz xalal bermang desa, xalal bermasdim. Va sizdek oliyjanob yigitni ranjitmagan bo'lardim. Ajab, kutilmagan hodisalar.
Meni ayblamasiz. Ayblashga haqqim yo'q. Nazokatonda esa mutlaqo ayb yo'q. Uni ham ayblashga haqqim yo'q. Modomiki vaziyatga tushundingiz, tushungan odamsiz. Endi Nazokatxonni o'zlari bilan ham bir gaplashib ko'ring. Men chaqirib yuboray. Hop. Hozircha. Ajab, kutilmagan hodisalar. Shu gaplar rostmi? Rost. Meni kechiring. Ixtiyorim qo'ldan ketdi. Men hech qachon sizga xiyonat qilishni istamagan edim. Bu xiyonat emas. Oramizda muhabbatdan, sevgidan bo'lak hech narsa yo'q edi. Boshingiz ochiq. Ixtiyoringiz o'zingizda. Sizni zo'rlab o'ziga bo'ysundirishga hech kimning haqqi yo'q. Shu jumladan meni ham. Binobarin siz o'z ko'nglingizni amriga bo'ysunib xiyonat qilayotganingiz yo'q. Bu xiyonat emas. Rahmat. Ammo mening sizga bo'lgan muhabbatim haqiqiy muhabbat. Ishonaman. Va shunday bo'lib qoladi. Men ham sizni bir umr hurmat qilaman. Shu yigit bilan baxtli bo'lishingizga ishonasizmi? Ishonaman. Unday bo'lsa, nima ham tirdim? Baxtli bo'ling. Rahmat. Ichadigan biror narsangiz yo'qmi? Toshkent suvimi, choymi? Aromi, konyakmi? Ichmasdiz-ku. Bir ichkim keldi. Balkim hammamiz birgalikda icharmiz. Bog'da oshib qilyapti. Shu yer yaxshi. Boshqalarni ham chaqiring. Aka! Ajab, kutilmagan hodisalar. Murodjon, mana sizni boqaringizni yana qitay xatada ham bo'ldi-da. Qitay olarmishlar. Bir butilkasini paqqos tushirib oldingiz-ku. Voy, bu qachon edi xotin? Mana, limon oling. Tay ichamizmi? Oling. Xo'sh, Murodjon, Mana bu Murodjon, siz ilgari ichmasdingiz shekilli. O'rganmoqchiman, Abror aka. O'rganmoqchiman. Hay, dadasi, buncha tergaysiz. Mana Nazokatxonni Kurotdan esalomon qaytib kelganlariga, keyin haligi bir narsa yoqlatdilar-ku. Dissertatsiya. O'shanga ichmoqchilar. Topdimi Murodjon? Ha, topdim. Mana ulfatlar, hamqadaqlar sekin-sekin ko'payyapti. Oldin yolg'iz edim. Mana endi 3 kishi bo'ldik. O'tkirbek, Murodjon ham men. Hazilni bas qilaylik. Hazili yo'q. Mana shu birinchi qadamni yosh havaskor ichuvchimiz Murodjonning salomatligi uchun olamiz. Bas qiling deyapman. Ichdim tomon suyiladi. Hop, mana biz quydik. Murodjon, marhamat, bir nima demoqchimisiz? Ha. Men mana shu qadahni aziz va pokiza insonlar uchun, sof vijdon, aqd-u vafo, mehr-u muhabbat uchun, insonlarni yuksakka, oliy vazifalarga safarbar qiluvchi buyuk muhabbat tushunchlaringizni iltimos qilaman. Oy Murodjon,
Jizzadan oling. Jizzadan. Avvalga bitta qo'ying. Jonim bilan. balki bo'lar birdaniga. Kechqisi yo'q. Yigit kishi uchun 2 qadam nima bo'pti? Biz bulardan paytimizda 2 shishasini paqqos ko'tarib, tuzlagan bortingni g'archa tishlab qolgan to'pini killab chayqalmay chalg'imay ketaveradi. Endi hamma ham sizga o'xshagan emas, dadasi. Balkim hammamiz birgalikda icharmiz. Bog'da osh qilmayapti. Yo'q, rahmat. Men bu uyda juda ko'p marotaba bo'lganman. Bundan keyin ham bo'lasiz. Siz bu uyning eng aziz, eng yaqin mehmoni bo'lib qolasiz. Bu uyni to'ra doim sizniki. Shunday nazokat qiling. Albatta. Yo'q, rahmat. Men hozir ketishim kerak. Yashira olmayman. Munofiqlik qila olmayman. Men hozir juda ham yomon ahvolga tushib qoldim. Men hozir hayotimdagi eng bir muqaddas narsani yo'qotganday bo'ldim. Ustimga tog' ag'darilganday, boshimni majaqlaganday bo'ldim. Murodjon! Go'yo qalbimni sug'urib olib yerga tashladilar. O'tinaman. Sizni salomatligingizga nazokat qiling. Murodjon. Voy dadasi. Orqasidan boring, tezda orqasidan boring. Men boraman, qilib qo'ymasin, boring. Siz qolavering. Men boraman. Yana biror korxol bo'lmasin. Tashvish qilmang. Qush tilini qush biladi, ot tepkisini ot ko'taradi deydi. Yaxshi bo'lmadi. Sho'rli Murodjon. Ha. Sho'rlik Murodjon. Nazokat. Axir u seni sevadi. Chiqsi yo'q. Bora-bora unutadi, bora-bora ko'nikadi. Yo'q, ko'nikmaydi. Ko'nikadi. Ayniqsa sizga o'xshagan mehribon yor topib olsa. Hay, Nazi. Axir bir vaqtlar siz ham u kishini sevardingiz shekilli. Bir vaqtlar emas. Hozir ham sevaman. Ochiq aytishim mumkin. Uni bo'lsa tegib ola qoling. Voy Nazi! Unga tegish uchun meni muhabbatimgina kifoya qilmaydi, u ham sevish kerak. Holbuki u seni sevadi. Menga qara Yulduz. Yo, gaplashib beraymi? Dallolga muhtoj emasman. Dallarga muhtoj emasman. Ko'ngling o'rniga tushdimi? Nima deysiz, opa? Nima qilishim kerak edi? Yolg'on yo'sha gaplar aytib uni to'xtatishim lozimdi yoki bo'lmasa munofiqlik qilib uni aldashim kerakmidi? Nazi aylanib ketdi. Juda ham xunuk ish bo'ldi-da. Juda ham xunuk ish bo'ldi. Xunuk ish bo'lgani yo to'g'ri ish bo'ldi. Bu ko'ngilsiz voqea o'z vaqtida aytilgani yaxshi bo'ldi. Bordi-yu aldangan bo'lsak-chi? Sizlarni bilmadim-u, ammo men aldanganimcha yo'q. Kimni qandoq sevishim hammasi menga ayon ko'rinib turibdi. Aqli hushi bor odam o'z hayotini, o'z taqdirini hali yaxshi sinamagan, hali yaxshi bilmagan odam bilan bog'lamaydi. Prokuror, men deb hamma odamga shubha bilan qarayverasanmi? Nega buncha surishtirmasang? Keyin dog'da qolmasligi uchun hozir surishtirishim kerak. Opa, axir dog'da qolsam men dog'da qolarman, sizga nima? Yo'q, sizlarga nima? Sen dog'da qolsang, biz ham dog'da qolmaymizmi? Biror falokat yuz berib sen kuysang, biz sendan 100 chandon ortiqroq kuyamiz. Sen bizga faqat singilgina emas, qiz hamsan. Yoshligini yetib qolganingdan keyin ham ona, ham opa, ham aka, ham ota bo'lib tarbiya qildik. Voyaga yetkazdik, o'qitdik. Rahmat opajon, qulluq. Ming marotaba rahmat. Katta qildingiz, voyaga yetdim, o'qitdingiz. Endi ixtiyorimni ham o'zimga qo'yib berarkanmi yo'qmi? Hali ham ixtiyoring o'zingda.
endi. Bo'lmasa nimaga aralashasan? Sevgan u, turmush quradigan u, senga nima? Ixtiyori o'zida bo'lgani bilan endi nima qilsang qilaver, qayoqqa borsang boraver, kimga tegsang tegaver. Endi sen bilan ishimiz yo'q deb bir chekkada qarab tura olmaymiz. Bular ham eskilarning gapi. O'z qizining e'non ixtiyoriga qaramasdan zo'rlab turmushga beradigan zolim ota-onalarning e'tiqodidan nima farqi bor? Farqi shuki, biz zolim ota-ona bo'lib emas, balki o'z farzandining baxti uchun umrbod javobgar bo'lgan mehribon ota-ona sifatida barakalla. To'g'ri. Biz farzandlarimizni ixtiyorida o'zlariga berishimiz, ularning ishiga, muhabbatiga to'sqinlik qilmasligimiz lozim. Ammo shu bilan birga ularga maslahatgo'y, rahnamo bo'lishimiz ham kerak. Axir biz ulardan ko'ra bir necha ko'ylakni oldin yutganmiz. Hayotni achchiq-chuchugini ulardan ko'ra ko'proq tatib ko'rganmiz. To'g'ri gapiryaptilar-da dadasi. Axir oilasi buzilgan, aldangan qizlarning dardida qon yig'lab, dod deb yurgan ota-onalar ozmi? Mana mahallamizda nechta bor? Bor. Axir muhabbat, oila o'yinchoq emas-ku. Kelin bilan kuyovga qo'sha qaringlar deb xalqimiz bekorga aytmaydi. Binobarin muhabbat, oila masalasiga yengil-yelpi qarab bo'lmaydi mutlaqo. Shuning uchun shoshmaslik kerak. O'ylab ish qilish kerak. Bu yerda o'ylaydigan, bosh qotiradigan hech narsa yo'q. Ko'rib tursan, Tanjon sog', aqli hushi joyida, ulfati jon o'qimishli yigit. Buning ustiga ham olim ham shoir. Shunaqa yigitni yaxshi ko'rmasdan qanaqasini yaxshi ko'rsan, men nazokatda o'rnida bo'lganda allaqachon o'tkir bekatda bo'lgan bo'lardim. Voy! Yaxshi ham nazokatni o'rnida emas ekansiz. Bo'lmasa men ersiz qolardim. Sizga ham yoqmadimi? Atrofida giraylarni jilpon qilasan. Nima desang, menga u emas, bu yoqadi. Men lanch, yeyotgan ovqatini ozdan oldirib qo'yadigan, bo'ladigan ishi 4 yillab cho'zadigan noshudlarni emas, chaqqon, dadil, cho'l kesar, mard yigitlarni yoqtiraman. Ayniqsa bunaqa birga ishlayapsan. Voy. Yuragim g'ash. Surishtirish kerak. Bo'pti. Borib boqa chiqib biroz dam ol. Men o'zim gaplashaman. Xo'sh. Muzokaralarimiz tugadimi? Boshim og'riyapti. Voy, unday bo'lsa boqqa chiqingda ozgina damimiz oling, ha? Shuni aytadilar-da. Onaning ko'ngli bolada, bolaning ko'ngli dalada. Razini. Voy, nimaga kulyapsiz, aynani? Hay, bu umr savdosi ya sigir savdosi emas. Hozir qilib, yo'q, yarab qolmay o'ldiringmi? Dadasi. Nima bo'ldi? Osh nima bo'ladi endi, osh? Bu yo'qni o'zing qilaver, xotin. Ey, kuni bo'yi tramvay haydab charchamayman-ku. Xotinlar bilan mana shunaqangi 5-10 minut daxalaga jang qilsam tamom bo'laman. Sal kamroq ichish kerak. Aka. O'tkirbek munchalik xayolida nimagadir xavotirlanyapman. Xavotir olmay qo'ya qol singlim. O'tkirbekdagi yigitlar tegirmonga tushsa butun chiqadi. Bor. Sen ham boqqa chiqib damin ol. Hadimay shoir kelib qoladi, pichi gapim bor. Yaxshi. Voy. Haqiqatan ham aldab ketsa nima bo'ladi, ha? Yo'q. Rang ko'ru hol so'r deyishgan. Har rangi ro'yi dubdurust-ku. Mana Abror akamiz kerak. Keldingizmi? Ha, keldim. Nega buncha qayerladingiz? Tinchlikmi? Ha, tinchlik albatta. Picha kuzatdim. Naryoqqa unamay o'zi ketdi. Yo'l-yo'lakay pochtaga kirdim, xat tashladim. Ha, gaz hisobidan gaplashib. Yaxshi. Qani. O'tiring. Qani. Bu so'raganlar aybi yo'q-ku-ya. O'zlari kim bo'ladilar? Ota-onangiz bormi? Qayerdansiz? Endi yaqin qarindosh bo'ladigan bo'lgandan keyin yaxshiroq tanishishimiz kerak-da. Albatta. So'ramasangiz ham o'zim aytmoqchi edim. Negaki Adolat opam biroz ola qarayaptilar. Ishonmaganday.
Men qilsa ham prokurorlikka boradi-da. Hozir adolat, nazokatni jonidan ham yaxshi ko'radi. O'ylaydi, boshiga biror tashvish tushmasin deb o'ylaydi-da. To'g'ri. Men asli Bo'ston odamman. Ota-onam yo'q. Otam urushda halok bo'lgan. Onam esa meni tuqqanim o'lgan ekan. Qarindoshlar parokanda bo'lib ketgan. Kim qayerda yaxshi bilmayman. O'zim avval har kimlarni qo'lda o'sdim, o'qidim. Bormagan joyim, ko'rmagan yerim, qilmagan ishim qolmadi. Keyin yaxshi odamlarning yordami bilan institut bitirdim, olim bo'ldim. Bu haligi ikkita fakultetni bitirganman dedingizmi? Ha? Haligi hujjatlari bo'lsa kerak. Bo'lmasamchi? Ochib ko'rsang? Yo'q, ishonaman. Axir nazokatxon ko'rgandir. Nazokatxon hujjatlarga emas, ko'proq menga ishonadilar. Bo'z bolalik kelib yetsin. Hali ham yoshsiz Abror aka. Ko'rdim. Amal aka Abror aka, o'zingiz tramvay vaziyatli bo'lsangiz ham meni xuddi prokurordek tergov qildingizda. Endi xolos shunaqa kelib qoldi-da. Bilaman. Adolat opam surishtir degan bo'lsa kerak. Ada. Ayollar shunaqangi o'zi sertashvish, sershubha bo'lishadi. Undan keyin adolat yoshligida bir nomardning qo'liga tushib o'tday kuygan. Keyin yaxshi odamga tekkan ekan-ku. Keyingi yeri yaxshi odamdi, lekin Urushda halok bo'lgan. yo'q bular. Endi nazokatni boshiga ham meni kulim tushmasin deb o'ylaydi-da. Yo'q, men nazokatxonni umrbod sevaman. Adolat opamni boshiga tushgan kulfatlar takrorlanmaydi. Xotirjam bo'ling. Xo'sh, tergovni tugadi deb hisoblasak bo'ladimi? Tugamaqa borardi. Bo'pti, o'zi boqqa chiqadi. Lekin yana bitta so'rog'im bor. Bu ozbaroq yoniga tergov ma'nosida emas. Hop. Adabiyotga, she'riyatga ixlosmand bo'lganimda. Hop. Bu bosilib chiqqan birorta kitobingiz bormi? O'qib bir huzur qilsam. Bir qancha she'rlarim rayon gazetalarida bosilgan. Xo'sh. Ammo hali alohida kitob bo'lib chiqqan. Keyin kaminalari yosh shoirlardan bu ishga keyinroq aralashgan. Keyin kam yozaman. Ba'zi bir shoirlarda zo'rba-zo'raki har kuni emas. Ahyonda ilhom keldi. Shunisi yaxshi. Kumush soz bo'ladi, oltin oz bo'ladi deyshadi. O'lmang dedingizga qoyilman. Shoshmang. Shuni yozib olaylik. Kechirasizda shunaqa nodon so'zdan terib yuramizda. Shuni eshitmagan ekanman. Mayli. Nima dedingiz, kumush? Kumush soz bo'ladi. Kumush soz bo'ladi. Oltin oz bo'ladi. Oltin oz bo'ladi. Yaxshi. Undan keyin bemaza qonun urug'i ko'p bo'ladi deyshadi. To'g'ri. Bu aytgancha haligi she'r kimniki edi? Qaysi she'r? Palov haqidagi ashula qilib aytding. Mana shu. Shu. Kabinaniki. Abroriy deng. O'tguri. Salomat bo'lsinlar. Abror aka, agar bemalol bo'lsa, shuni ko'chirib olsam, ha? Haligi ashula qilib o'rganib. Mayli. Rahmat. Voy. Xo'p, Abror aka. Abror aka. Nima? Sizdan bitta iltimosim bor edi. Xo'sh. Akam ham, otam ham siz. Shu to'yni tezlashtirsak. Bu nazokat nima deydi? Nazokatxona xuddi shu fikrda. Endi bo'ladigan ishi tezroq bo'lgani yaxshi. Hozircha o'zaro qavm qarindoshlar bilan kam xarajat, kichik to'y qilsak-ku, katta to'yni kuzda o'tkazsak. Gap xarajatda emas, inim. Endi bir oy kurortda birga yurdik, yo'lda birga bo'ldik, bir vagonda, bir kupeda keldik. Endi bu yerga kelib, gastinsida turganim bilan bu yerga tez qatnab turganimdan keyin bir hovlida bo'yga yetgan qiz, begona yigit birga bo'lsa, gap so'z bo'lmasmikin deyman-da. Har kim har xil tushunadi. Nazokatxonning sha'niga biror nojo'ya gap aytilmasin. Bu yoqda Murodjon. Gaplaringiz to'g'ri, inim. Maslahatli to'y tarqalmas deyshadi. Mayli. Men maslahatlashib ko'raman. Rahmat Abror aka. Voy, keldingizmi? Keldim. Juda yaxshi osh pishdi. Kechirasiz. Hozir. Ish pishdi. Hali
ham turibsiz. Shoshmang. Sizda bir oz gap bor. Qulog'im sizda, yaxshi ekan. Ish pishdi. Xo'sh. Abror aka rozi. To'yimizgami? Ha? Lekin ammo bir cheti oshpazga ham bog'liq palov. Mushtum redaksiyasiga O'tkuri bakışta aklım oldu, dert saldı, kara şahlalarım, can şahlalarım. Aklım hilal eyledi, vurtendi canım, kurup zibalarım, can zibalarım. Aklım hilal eyledi, vurtendi canım, kurup zibalarım, can zibalarım. Minge ağıyor singe düşüyordur ya azar birer aşnalarım, can aşnalarım. Minge ağıyor singe düşüyordur ya azar birer aşnalarım, can aşnalarım. Şu tüfeğli maskenim durmanın geldiği müdom saklalarım, can saklalarım. Haydi maskenin durmalı geldi mudam saklalarım. Yaşar. Ben işe ketiyordum. İş bulmasa şunu eşini bir ihtimalle yapalım. Şaşmayın. Aç oturursun. Keldi ketdi ko'p eşiği açıyor vurmam tinkan burayı. Voy mayli ixtiyoriy. Şaşmayın. Bu aytgancha hali Abror akam ishdan qaytganlari yo'q chamasi. Yo'q ha, hali qaytmadilar. Şaşmayın. İchkalikli. Voy ichkarida nima qilaman? Gap bordi. Gapiz bo'lsa shu yerda ayta qoling. Men kecha qolyaptdim-da o'tkir. Ha, xat bersam pochtaga tayyor ketasizmi? Xatmi? Mayli jonim bilan shunday yo'limda tashlab ketaman. Tuni kun oq aylarim sen shod hurram meni qalbimda g'am jon qalbimda g'am. Nega ohim yetmagan yo'l bag'ri toshyor menga ayla karam jon ayla karam. Qotiligman sani derman necha ming bor yana chiqsam alam jon chiqsam alam. Dog'i ko'yingda saniman rahim aylab. Yashay kuyov yashay. Dog'i ko'yingda saniman rahim aylab topay barjon. Voy hadiga hadis qani?
Bo'la qoling. Kechib qoldim. Xo'p, yaxshi mayli. Voy, Voy. bilagingiz muncha yumshoq. Voy, qo'yib yuboring. Voy, uyalmaysizmi? Qo'yib yuboring. Shuncha vaqtdan beri uyalib tortilib o'zimga javr qilyapman. Jonim, ichkari kiring. Nega? Ichkari kiring, gap bor. Nega? Gap bor. Voy, tavba. Hay. Esi joyidami o'zi? Sizni ko'rganda esimni yo'qotib qo'yaman. Bu gapingizni Abrorikez eshitsa bilasizmi nima bo'ladi? Bilaman. Yo hovliga olib chiqib bo'g'izlaydi, yo daraxtga osadi. Siz meni bo'g'izlatib qo'ymassiz. Voy, tavba-ye. Ha? Xushomad qilish gunohmi? Kimga xushomad qilayotganingizni bilasizmi o'zi? Bilaman. Sizga. Siz hali yoshsiz. O'yin kulgi, xushchaqchaqlikni yaxshi ko'radigan oq bilay, lo'm bilama ayolsiz. Abror aka bo'lsa yoshini yashab qo'ygan odam. Bo'ldi. Hadi vaysa bermang. Voy, urib qo'y. Mana shu yerdagi gapchi xuddi shu yerda qolsin. Agar nazokat bilsa, Uyimiz buzilib ketadi. Uyimizni buzmassiz. hali shunaqa odamsiz. Voy, men sizdan hech ham shunaqa gaplarni kutmagandim. Voy, shu kursi. Ha, akachi, shu xatni tashlab ketish esingizdan chiqmasa bo'ldi. Xat? Voy. Xating boshingdan ordan oqasan. Olay xating. Mana shuni og'irligi bormi shu yo'lning ustida ko'r. Hop, mana. Abdin kursin kuyovini. Uhashur. Bugun bo'lmasa ertaga kelib o'sha oq bilayni menga o'zingiz ishlatasiz. Ayollarning qalbini ochadigan kalit xushomad, ta'rif va tavsif, hamd va sano. Obbo ovozing o'chkuring. Shu yerda ekansiz-ku. Ha? Mana biz ham keldik, ishni tugatdik, ismenni topshirdik. Yasos. Kuni bo'yi tramvay haydayverib, miyalarim aynab ketdi. Bunday bo'lsa, uyingizga kirib yoting, dam oling. Oldim biroz. Tek meymizmi? Mana. Yo, keyin. Betob ko'rinasiz, biror gap bo'ldimi? Yo'q. Marhamat, ko'chada nimadandir jahli chiqib, tutaqib, bo'zarib, qisarib ketyapti. Nima bo'ldi desam, aytmadi. Biror gap o'tdimi? Men ham bilmadim. Nimadandir xunob bo'lib, kimdir qarg'ab eshikni tars etib yopib chiqib ketdi. Xotin kishi o'zi shunaqa bir qaynov ichida bo'ladi. Hali qarasang maqtagan, hali qarasang qarg'agan. Kerak qo'ying shularni, kerak bir otamlashaylik. Yo, keyin. Xafa ko'rinasiz, inam. Yo'q, xafa emasman. Agar marhamat biror narsa deb xafa qilgan bo'lsa, yashirmay aytavering. Men unaqa xotinlarni aroyishini to'g'rilab qo'yaman. Nega xafa qilsin? Marhamat opam meni juda hurmat qiladi. Biroz ishlamoqchiman. Ijod, ilhom, she'r deng. Yo'q, hozir ilmiy ish bilan bandman. Muddati o'tib ketdi, ammo haliga qadar tugatalganim yo'q. Ketdi ko'p. Halal berishgan. Bunday bo'lsa, men ham sizga halal bermay, bir choyxonaga chiqib ulfatlar bilan odamlashib kelay bo'lmasa. Mayli, ixtiyoringiz. O'tirbek, osh-fosh desa chiqadilarmi? Yo'q. Bu choyxonaga chiqmaysiz, mahalla kuyga aralashmaysiz. Vaqti kelar, chiqarmiz ham, aralasharmiz ham. Odam ha deb o'yda o'tirib qo'ygandan keyin inam diqqi nafas bo'lib ketar ekan. Ya aytdim-ku, ishim bor deb. Hop, mana, hop. Voy.
Hop, ey. Qorang o'ssin. Tramvay tagida qolgur. Demak, eriga aytmabdi. Aytmasligini bilardim. Nima endi aytardi? Tegishli dermidi? O'zing sababchi bo'lgan tursangi tegishgandir deb o'zini aybdor qiladi albatta. Agar mendan so'rasa nima deyishimni o'zim yaxshi bilaman. Kim? Yulduzxonmi? Keling. Assalomu alaykum. Salom, yaxshimisiz? Keling, marhamat. Kitobni yerga tushdi. Buni qarang. Keling. Nazokat yo'qmi? Nazokat hozir kelib qoladi. Qani keling. Mayli bo'lsa, keling. Yo'q. Bunaqasi yo'q. Nazokatxon telefon qiladi. Hozir kelib qoladi. Qani keling. Qani. Qandaydir noqulay. Hech noqulaylik joyi yo'q. Qanimda keling. Keling. Yulduzxon. Hop kelibsizlar. Qani. Kelmay qo'ydingiz? Yo, xafalashib qoldilaring, ha? Yo'q, Qiziq. Shu topdading? Sizni o'ylab turuvdimi? Meni? Ha, sizni. Mana vinodan ozgina iching. Yo'q, rahmat. Juda ham ajoyib vino-da. Yaxshi. Oq muskat. Juda ham yaxshi. Qirrimniki. Juda ham Bir yaxshi. qotim iching. Yo'q, rahmat. Qanday istaysiz? Yo'q, Keling endi larsiz, keling mana. Qani. Rahmat. Men ichmayman. Bir piyola may uzatdim, ichmasang ham mayliga. Bir dam o'ltirib tugmalarni yechmasang ham mayliga. May emas, choy, furqat. Endi may degan so'z o'tkuriydi. Qani ajoyib edi. Qani. İçmediniz-ku. Oy, rahmat. Ajoyib vino ekan. Qirimi mashhur vinosi bu. Jahon выставkalarida bir necha bor oltin medal olgan. Nima qilamiz endi bu? Nazokatxon kelgunlaricha sizni zeriktirmay o'tishga harakat qilamiz-da. Bu Yulduzxon. Hop, kelibsiz-da. Ne buldu nigara bize asla karamaysiz. Ne
bo'ldi nigoro biza aslo qaramaysiz guldek ochilib g'uncha yuqumroq qaramaysiz jon qaramaysiz yovuzga kishilar sizga so'z o'rgatadurmu yovuzga kishilar sizga so'z o'rgatadurmu yo'qsa nega kim so'z demayin yor qaramaysiz jon qaramaysiz voy voy qaramaysiz shu anchadan beri sizga bir gap aytmoqchi bo'lib yuribman-u hech aytolmayapman-da. Nima gap aka? Jon qaramaysiz. Juda nozik gap. Balki so'zlarimga ishonmassiz, balki mendan kularsiz, balki ranjirsiz. Axir meni ranjitadigan gap gapirmassiz? Oy, qaramaysiz. Hoy ishoning, hoy ishonmang, baribir aytishga majburman. Ortiq ichimda saqlab tura olmayman. Yondiradi, kuydiradi, kul qiladi. Kul qiladi, kul qiladi. Yondiradi, yondiradi. Nima gap ekan axir? Bu hol o'sha uchrashuvdan boshlandi. Qaysi uchrashuv? Ashxolda bundan 2 oy ilgari uchrashgandik-ku. O'shandan beri yonaman. Voy yonaman. Voy yonaman. Voy kuyaman. Yulduz emas, oy ekansiz, go'zallikka boy ekansiz degandim esingizmi? Bu nima degan gap? Bu qanaqangi behayolik? Sevish behayolik emas. Nech kishini sevasiz? Faqat sizni. Nazokatni-chi? Avval sevardim. Sizni uchratmasdan avval. Meni shu gaplarga ishondi. Laqqa tushdi deb o'yladingizmi? Ishonmasligingiz mumkin. Shuning uchun ham dardimni ichimda saqlab keldim-da. Lekin baribir qachondir aytishim kerak edi. Mana hozir fursati kelib qoldi. Judolikka tushira olmayman. Azizim. Jon. Yo'lim to'smay qichqiraman. Mayli qichqiring. Mayli istagancha haqorat qiling. Mayli meni odamlar oldida sharmanda qiling. Baribir sizni sevaman. Hech qachon sevgimdan voz kechmayman. Yo'lim to'smay qo'yvaring. Avval so'zlarimni tinglang. Tingladim yetar. Sizni ko'rdim-u, nazokatga bo'lgan sevgidan ming chandon kuchliroq sevgini otashiga duch keldim. Bu otash meni yondirmoqchi, ado qilmoqchi. Ko'palchiramang. Nazokatni qo'yib sizga uylansam ishonasizmi? Sen hali meni ham baxtimga chay solmoqchimisan? Nazokat kelyapti. Og'riq bo'ling. O'zingizni bosing. Shu gap shu yerda qolsin. Hazillashdim. Men sevaman, sen sevasan. Voy Yulduz, qachon kelding ya Yulduz? Menga yo'q, hozir to'xtadim. Mana hali hasrashlar ham bosilgan. Nega bu tutib? Meni yo'qlab, boqizasam. Yulduz, Nazokatxon yo'q ekanlar, ketaman deb rosa tiqilish qildilar. Nazokatxon hozir kelib qolalar deb ashula aytib dutor chalib aram ushlab turganlar. aytdim, qani yurishga deyman, xafa bo'laman. Keling endi xafa qilmang. Keling endi xafa qilmang. Sizasam, men sevaman. Hozir choy qo'yib olaman. Sevasam. Xo'sh. Nega aytmadingiz? Agar shtobda aytsam, yurak yorilib o'lardi. O'g'li janoblik. Odamgarchilik qildingiz. Hademay. Hademay choy ham qaynab qoladi. Oho. Vino ham bormi? Ha,
O, o'sha qirindan olib kelgan oq muskat. Bir ko'zim tusab ochib, endi ichmoqchi bo'lib turdim. Birdan Yulduzxon kelib qoldilar. Yolg'iz ichish uyat, mehmonga hurmatsizlik dedim, u kishiga ham qo'ydim. Ammo u kishi ichmadilar. Irmaglaringiz qizlar xolos. Men bo'lsa har safargidek oq urdim. Xo'sh qarang, vino senga yoqdimi? Judayam. Voy, biz Qrimda o'tkir bekan ikkalamiz har kuni mana shu vinodan ichardik. Ozgina ichardik-da. Qo'ying, bo'lmasa tag'in ichaylik. Jonim. Qan? Yulduz. Yo'q, rahmat. Yulduz. Yo'q. Yulduz. Oramizdagi do'stlik, muhabbat abadiy bo'lsin. Bo'lsin. Voy. Yulduz. Yulduz. Ay, Yulduz. Ha, Yulduz. Ay, Yulduz. Ha, Yulduz. Hey, nimaga bo'zi tinchlikmi? Hey. Nima gap o'zi tinchlikmi? Hozir nimanidir aytmang deganday bo'ldingiz. Aspiranturadan ketmoqchi bo'lganingizni so'ragan ekan, hayronman, nimagadir aytmay ketdi. Vaqtgacha poprosalik keldingizmi, xonim? Voy, esim qursin. Men hozir yugurib chiqib Yo'q. Hozir, tamam. Kelayman. Beraman hozir. O'zim chiqib olib kelaman. Tez qaytasizmi? Pochtada ham ishim bor. Ha, hozir chiqaman, qaytaman. Mumkin. Murodjon. Keling. Salom alaykum. Yaxshimisiz? Keling. O'tkirbek yo'qmilar? Hozir ketib qoladilar. Sigaret olib kelaman deb chiqib ketuvdilar. Qani ish kerak emas. Rahmat. Kelishim biladim. Aytganingiz yo'q. Yo'q. O'shandan beri uylaringizga birinchi kelishim. Hech narsa o'zgarmabdi. Ha. Mendan bo'lak. Aslida uyga kelmasdan ko'cha-ko'yda ko'rishibni yoki idoraga chaqirib gaplashib qo'ya qolsa bo'lar ekan. Nega endi? Nima uyimiz ko'zga shunchalik xunuk ko'rinyaptimi? Yo'q. Kelishim balki O'tkirбekka yoqmas. Negadir bu fikr endi hayolimga keldi. Hamma vaqt shunaqa aqlim tushdan keyin kiradi. Yo'q. Esizdami? Uyimizning to'ri hamma vaqt sizniki bo'ladi degan edilar. Ha, esimda. Ammo u vaqtlar boshqa edi. Mana o'zlari. Murodjonmi? Salom. Yaxshimisiz? Keling, kutilmagan mehmon. Kelar ekansiz-ku, bizni tamomila esdan chiqarib yubordim deb o'ylayverdim. Xo'p, kelibsiz-da. Hech hamroh yo'q deng, bir maydalashadigan bo'ldingiz. Juda ovqat kerak. Qara. Qani Murodjon. O, bu Murodjon. Xo'p, kelibsiz-da. Menga quymayman. Agar menga bo'lsa quymayman. Men ichmayman. Men umuman ichmayman. O'tkirбек bu institutga kelib ishga kirarsiz deb ancha kutdik. Kelmadingiz. Lekin hali ham o'rin bor. Rahmat. Avval qo'limdagi ishlarimni bitirib olay keyin. Menimcha bu ishlar u ishga hech xalaqat bermaydi. Endi rasmiy ish, ijodiy ishga xalal bermasin deb qo'rqaman. Hayır, bermaydi deyapman. Men nazokatxon to'g'risida gaplashgani keldim.
Nazokatxon to'g'risida? Yo'q, nazokat emas. Nazokatning ishi, ya'ni aspiranturada o'qish haqida. Ha, bu masalani nazokatxonni o'zlari bilan gaplasharsiz. O'zlari aspiranturani davom ettirsam dedilar, ammo siz Aha. Ustimdan arz qildilarmi? arz emas. Biz ham o'qishning tarafdorimiz, bir yil qoldi, imkon berish kerak. Biz deganingiz kim? Kim bo'lardi? Institut xodimlari? Shu jumladan siz ham. Ha, men ham. Bu ishga hamma aralashganda ham siz aralashmasligingiz kerak. Xo'sh, nega? Negaligini juda yaxshi bilasiz. Ochiqroq gapiring, O'tkirbek. Nima demoqchisiz? Siz bilan biz sirtdan qaraganda bir-birimizga do'st bo'lib ko'rinsak ham, aslida raqiblarimiz. Bu fikr hayolimga ham kelgan emas. 4 yil olamanda yurgan qizingizni birov olib ketadi-yu, siz rahmat, yashang deb qolaverarmidingiz? Yo, sizning yuragingizda menga nisbatan ta'rif qilib bo'lmaydigan darajada g'azab yotibdi. Binobarin bu ishga siz aralashsangiz, g'araz aralashadi, fisq fujur aralashadi. Qanaqasi bu baxir qip-qizil tuhmat-ku? Tuhmat emas, haqiqat. Yo meni uyimni buzmoqchimisiz? Mutlaqo. Yo mendan qasos olmoqchimisiz? Mutlaqo tanlangiz ham, sho'qlaringiz ham asossiz. Unda olsa aralashmang. Bir kollektivning a'zosi bo'lganimdan keyin qanday qilib aralashmayman? Nazokatxon kollektivingizdan ketadi. Ketdi deb hisoblashingiz mumkin. Ularga sizdan bir iltimos. Agar mumkin bo'lsa, nazokatxon bilan aloqani tamom uzsangiz. Bu ish menga yoqmaydi. Rashk qiladilarmi? Albatta. Nazokat menga singil. Men endi unga tutingan akaman. Sizdagi akalarning juda ko'pini ko'rganmiz. Ko'chada akayu uyda. Og'zingizga qarab gapiring. Boshqa gapim yo'q. İstesangiz ketishingiz mumkin. Bu uyni to'ri hamma vaqt sizniki bo'ladi deganingiz hali shumidi? Uyni to'ri ilgari bo'sh edi, endi band. Bosh! Gaplashib bo'ldinglarmi? Gaplashib bo'ldik. Nazokatxon, endi menga ruxsat. Voy, ovqat yemasdan-a? Ketaman degandan keyin ketadi. Nima deganingiz? Bu shu deganimki, bundan keyin meni uyimga har kimni boshlab kelavermang. Bo'lmasa men chiqib ketayman. Nomus. Xafaman Nazokatxon. Keyin gaplashamiz. Gaplashib o'psiz. Eringizni endi taniyapman. Xayr. Meni sharmanda qildingiz. Ozib-yozib bir keluvdi. Hech ham kelmasin. Nega? Nima uchun? U endi sizga begona, nomahram. U halol odam. U menga aka qatori kishi. U menga hech qachon yomon ko'z bilan qaragan emas. Kim ishonadi? Nega shubhalanasiz? Nega? Axir ko'z ochib ko'rganimsiz-ku. Azizim, o'zingizni u sodda mog'amburdan uzoqroq tuting. Bo'lmasa odamlar kuladi. Uyda eri idorada o'ynashib kuladi. Men kulgi bo'lishni istamayman. Unaki azizim, siz sha'ningizga ham dog' tushmasin deyman. Shuning uchun hozircha aspiranturani tashlang. Hozircha institutga bormang, Murodjon bilan uchrashmang. Nima? Aspiranturani tashlab faqat uyda o'tiramanmi? Nega uyda o'tirar ekansiz? Ishlaysiz. Siz ishlamasangiz, men ishlamasam bizni kim boqadi? Xo'sh. Qayerda? Qaysi sohada ishlashim kerak? Savdo sohasida. Savdo sohasida? Opangizning qo'llari ham, tillari ham uzun. Bitta telefon qilsa darrov to'g'rilashadi. Magazingami, bazagami? Magazin? Baza? Or qilasizmi? Yo'q. Hazar qilasizmi? Yo'q, hazar qilmayman. Ammo lekin hech qachon unaqa joylarda ishlagan emasman. Qo'limdan kelmaydi eplay olmayman. Eplaysiz, o'rganasiz. Men o'zim yordam qilaman. Siz? Nima siz shunaqa joylarda ham ishlaganmisiz? Bir vaqtlarda ishlashga to'g'ri kelgan.
Ham o'qib, ham ishlaganman. Endi tushunarlimi? Tushunarli. Lekin baribir unaqa joylarda ishlolmayman. Qo'limdan keladigan boshqa biror ish topishga to'g'ri keladi. Har qanaqa ish ham to'g'ri kelavermaydi. Ishlaganga yarasha yo'g'liroq joyda ishlash kerak. Yo'g'liroq? Bu nima deganingiz? O'lgidek go'lsizda. Qo'shimcha daromad chiqadigan joyda ishlash kerak demoqchiman. Bo'lmasa bu zamonda faqat muayana bilan tirikchilik qilib bo'ladimi? Qanday qilib? Nahotki? Yo, nahotki? Buncha nohot kelib qoldingiz? Yo'q, bu bo'lishi mumkin emas. Nima mumkin emas? Nima mumkin emas? Men sizga o'g'irlik qiling deyotganim yo'q-ku. Qo'shimcha daromad topish yo'llari ko'p, ayniqsa savdo sohasida. O'tinaman, meni bunday yo'llarga boshlamang. Qo'limdan keladigan boshqa biror ish topishga to'g'ri keladi. Ha, mo'yanam yetmasa ozlik qilsa, mana opam bor, akam bor, qarashib turishar. Axir hozir ham qarashib turishibdi-yu. Qo'ldan berganga qush to'ymaydi deydilar. Opangiz akangiz beradigan nafaqa, xayr sadaqa nima ham bo'lardi? Bir tirikchilik bo'lsa o'tar. Mana hademay siz ham ishlarsiz. Axir ikki marotaba oliy ma'lumotli odam hadeb uyda o'tiravermas. Uyda bekor o'tirganim yo'q, ish bilan bandman axir. Voy, juda soz. Hademay mana bu ishlaringiz ham tugaydi. Bu ishlaringiz evaziga katta pul olasiz. Voy qolammi? Menga hali ancha bor. Menga havas keladi. Meni baxtiyor deb bilishadi. Axir men sizni judayam sevaman. Azizim, bu gaplarni juda ham ko'p aytgansiz-da. Yana aytaman-da. Bunaqa gaplar oila qurmasdan avval bo'ydorlikda gul ko'tarib, zoriqib, entikib, yor kutgan paytlarda aytilsa yarashadi. Yo'q. Hamma vaqt aytilishi kerak. O'lguncha men shuni istayman. Azizim, ko'p ham xayolparast bo'lmang. Oila qurgandan keyin olaqurjun bo'yinga tushadi. Olaqurjun? Bu hijab shoirona gap emas, xunuk gap. Olaqurjun bo'yinga tushgandan keyin turmush, tirikchilik masalalari, har xil qiyinchiliklar, har tashvishlar o'rtaga chiqadi-yu, shoirona gaplarni aytishga til buralmay qoladi. Bo'lmagan gap. Azizim, shoirona gaplarga kiyim qilib bo'lmaydi. Shoirona gaplarga osh pishmaydi. Pul kerak, pul. Tilni sayratadigan ham, dilni yayratadigan ham, oilaga totuvlik, maza kirgizadigan ham, gina gudurat, janjal, g'alvani ushaldasi ham pul. Pul topish yo'lini axtarish kerak. Pul. To'g'ri. Har holda ortiqcha daromad hisobiga emas. Bilasizmi? Agar siz xo'p desangiz, birdan boyib ketib qolishimiz mumkin. Qanday qilib? Lotereyadan yutmoqchimisiz? Oltin zayomdan. Qanday qilib bo'lmasa? Uyni sotish kerak. Qaysi uyni? Qaysi uyni bo'lardi? Mana shu uyni biz turgan uyni. Yangi uchastkani 50 ming so'mga jon deb oladi, o'zim sotib beraman. Bu uyni sotib bo'lmaydi. Bu uyni dadam rahmatlik bizlarga aytib qurganlar. Bu uy bizlarga dadamdan yodgorlik, bu uy biz uchun muqaddas. Bizni zamonamizda xususiy mulk muqaddas bo'lmaydi. Bu qanaqa gap? Aspiranturaga o'qiydigan odam gapini qarang. Undan keyin bu uyda biz yolg'iz emasmiz. Biz bilan birgalikda opam bor, akam bor. Uy sizniki, sizning nomingizda. Uyni xo'jayini siz, opangiz emas, to'g'rimi? Ha nima? Uyni xo'jayini men deb endi opamni ko'chaga haydab yuborishim kerakmi? Opangiz soqqabosh. Opangiz katta amaldor, ko'chada qolmaydi, joyini topib ketadi. Eng yaxshi bunday qilish kerak. Opangizga ayting. Yangi qurilayotgan joylardan uy olsin. Kengroq, kamida 3 xonali. Gaz, vanna, parovoy отопление, musorprovod. Bu yerni sotamiz, biz ham o'sha yerga ko'chib boraveramiz. Birga turaveramiz. Vaqtincha albatta. So'rasalar Adolat opamga albatta beradi. Axir hammaga berayotgan uyni nega u kishiga bermaydi? So'rasalar jon deb berishadi. Axir u shu prokuror, obro'yi baland. Yo'q, bu gapingiz ham to'g'ri. Ana u mahalda bir ikki ishlamasligingiz ham mumkin. Siz bemalol aspiranturani davom ettiraverasiz. Men ilmiy ishlarimni tugatib olaman. 50 ming so'm hasil ekan pul emas. Hoplab dam olardik, kurortlarga borardik, chet ellarga sayohat qilardik. Aysh qilardik, yallo qilardik.
Baribir ko'zim qiymaydi. Nega endi ko'zingiz qiymasa ekan? Nima bo'yni narigi dunyoga orqalab ketasizmi? Baribir bir kun mas'ullik savol qoladi-ku. Xo'sh, boshqalar qanaqa qilib sotishadi? Bilmadim. Axir sotishadi-ku. Uy odamdan aziz bo'ptimi? Vaqtgina odamdan ota-onadan juda olamiz u nima degan gap? Opam akam unashmaydi-da. Unating. Unata olmayman. Ana issiqqa nazar sovuqqa. Bunaqada tirikchilik bo'ladimi? Bo'lmasa o'qitishni yig'ishtirish kerak. Undaki xonim, hadeb aka opaga so'navermaslik kerak. Unda mustaqil ham bo'ling-da. Agar mustaqil bo'lsangiz, hadeb aka opani so'ziga laqat tushavermaysiz. Laqat tushib nima qildim? Laqilagani shuni. Jonimni tek ketdi. Yo erini, yo qarindoshlar. Menga yaram kerak. Qarindoshlarim ham kerak. Menga kerak emas. Hali kelganda ayting, aks holda. Aks holda nima? Aks holda men ketaman. Tamom ketaman. Chemodonim olaman-u, boshim oqqan yoqqa qarab jo'nayman. Mayli. Opam akam kelishsin. Hammasini yotig'i bilan tushundiraman. Opam hech qachon bizlarga xalaqit berishni istamagan edilar. Bu gapingiz ham to'g'ri. Agar opam ko'nsalar, opam turgan uyni kabinet qilib olardingiz. Opayız keladigan vaqtlar ham bo'qyapti-ku. Mayli. Gap mensiz bo'lsin, men bir shahar aylanib kelaman. Tez kelasiz? Aytgancha Yulduzxon adresi qanaqa edi? Yulduzxonni? Nimaga edi? Boya bir kitob va'da qiluvdi, shuni yo'l-yo'lakay ola kelay. Gulzor ko'cha 19. Gulzor ko'cha 19. Gulzor ko'cha 19. Tez kelasizmi? Dan keyin opayingiz bilan ham, akangiz bilan ham albatta gaplashing. So'zlarimni ikkita qilib yurmang. Keyin xafarlashib qolmaylik. Tushunarlimi? Assalomu alaykum. Uydamisan? Xayriyat. Eringni ko'rdim ketayotgan ekan. Ering bo'lsa siqilaman, yayrab dam ola olmayman. Nega unaqa deysiz, opajon? Juda charchadim. Choy paying bormi? Voy opajon, tovuq sho'rva qilib qo'ygandan hil pishayotganda Choy. yarim kosa chiqib, yarim kosa. Choy. Keyin. Xomush ko'rinasan? Yo'q. O'zi. Bugun 4 ish ko'rdik. Hammasi ham qo'ydi chiqdi haqida. Yemirilgan oilalar, yetim qolgan bolalar dilingni qon qiladi. Ajralishga majbur bo'lgan er-xotin sudda bir-biriga shunaqangi yomon gaplarni gapirishadiki, shunaqangi bir-birini ustidan yuvindi qo'yishadiki, eshitib toqat qila olmaysan. Sharmandalik, razolat. Ba'zan qo'ydi chiqdi ishlarni ko'rib o'tirganimda beixtiyor seni eslayman, u yuragim birdaniga shuv etib ketadi. Opajon.
Bekorga xavotirlanyapsiz. Bizning oilamiz juda ham mustahkam. Biz hech qachon ajralishmaymiz. Tilingda boshqa gap u, dilingda boshqa gap. Yo'q. Sezib yuribman. Shubhalar, qarama-qarshi o'ylar miyangni kemirmoqda. Undoq emas opa. Mendan yashirma. Menga hammasi ayon. Qalbingda nimalar bo'layotganini men juda yaxshi bilaman. Chunki biz yuristlar qilni qirq yoradigan, yer tagida ilon qimirlasa biladigan sezgir odamlarmiz. Opajon, siz uni yomon ko'rasiz. Shuning uchun ham uning xatti-harakatlari sizga boshqacha bo'lib tuyulyapti. Yashirmayman, eringni yomon ko'raman. Koshkiydi hayotlaring totuv, oilalaring boqiy bo'lsa, men o'zimni baxtiyor hisoblardim. Xuddi shunday bo'ladigan ko'rasiz. Afsuski ishongim kelmaydi. Qalbimda allaqanday g'ashlik yotibdi. Nazarimda go'yo uyimizga kimdir asta-sekin ta'sir etuvchi bomba ko'mgan u. Ana shu bomba qachonlardir ilojsiz portlaydigandek. Voy opajonim, juda ham vahima bo'lib qolibsiz. Bomba-ya, bomba. Eringni yomon ko'rishimni yashirmayman. Shuning uchun ham uydan ketmoqchiman. Shunaqa bir juda soz. Juda soz? Opajon, kechiring. Tushundim. Demak, ering opangga ayt, u uydan chiqib ketsin deb buyurgan, shundaymi? Yo'q, yo'q. Ko'zimga qara. Ko'zimga qara. Yolg'on gapirma. Yolg'on gapirgan odamlarni bilasan-ku yomon ko'rishim. O'zim ham shunday bo'lishini bilgandim. Aspiranturani tashla. Aspirantura? Ha, bugun institutdan qo'ng'iroq qilishdi. Aspiranturani tashlashing haqida. 26 yoshga kirib aqlini yeb qo'ygan xotinni birinchi ko'rishim. Aspiranturani tashla, opangni uydan hayda. Hayda degan yo'q, opa, iltimos qilib ko'rgin dedi. Nima farqi bor? Istasangiz qolishingiz Istamayman. Istamayman. Shubhalarim to'g'ri chiqayotganga o'xshaydi. Bu gapni uzoqqa cho'zib bo'lmaydi. Bu ishni tekshirish, surishtirish kerak. Nimani? Kimni opa? Eringni. Shoshmang. Shoshmang opajon. Aytgancha. Opangizga borib kelibsiz? Ha, borib keldim. Komandirovkaga ketgan ekanlar, hali qaytib kelmabdilar. Qayoqqa ketgan ekanlar? Haligi qo'shnilarim gapidan yaxshi anglay olmadim. Gulistongami, Bo'stonliqqami, nima edi? Attang. Juda ham zarur ishim bor edi-da. Bir uzoq qarindoshimizni sudda ishi bor ekan, shuni gaplashmoqchi edim. Bechora jo'jovurda jo'nada juda qiyin bo'ladigan bo'ldi. Yugurib chiqib akangizlar qayoqqa ketganlarini, qachon qaytib kelishlarini aniqni bilib kelamisiz? Men o'zim borib idorada Yo'q. Bilib keling. O'ylaganimdek bo'lib chiqdi. Hoynahoy izimga tushgan. O'tkirbek. O'tkirbek. Ha. O'zi bilib kelgani ketgandir-da. Nazokat. Kim? Yulduz. Yaxshimisan? Qachon qaytib kelding komandirovkadan? Kecha. Voy, juda yaxshi. Nega turibsan? Kel, o'tir. Rahmat. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Yomon emas.
Yangiliklardan yo'qmi? Hozircha yo'q bo'lib qolar. Bu aspiranturadan nega ketding? O'tkirbek shuni istadi. O'tkirbek. Sen o'zing qanaqa fikrdasan axir? Yulduz, menga qolsa davom ettirsam deyman. Bo'lmasa davom ettir. O'tkirbekning rayiga qarash kerak, axir Er emas, qora yer. Voy, nega unaqa deysan? Bilasan, nazokat. Ba'zan o'ylab turib, nahot shu o'zimizni avvalgi nazokatmi deb o'ylayman. Ahvolingga bir qaragina. Birovning holiga sen kulma zinhor. Sening holingga ham kulguvchilar bor. Men kulmayman. Kulish dushmanning ishi. Men achinaman, kuyaman xolos. Nega? Nima uchun hamma menga achinadi, kuyadi? Axir men ko'r bo'lmasam, kar bo'lmasam, nogiron bo'lmasam. To'g'ri, karmasan, ko'rmasan, tana joning sog', qo'l oyog'ing but, ammo sening miyang lategan. Haqiqatni ko'radigan muruvvating buzilgan. Tavba, axir do'st bilan dushmanning farqiga bora olmaydigan bo'lib qolgansan. Yo'q, sizlardan tavba. Sizlar meni baxtimni ko'ra olmaysizlar. Sizlar menga hasad qilasizlar. Hasad qilasizlar? Ha, hasad qilasizlar. Ehtiyot bo'l. Tag'in baxting sovun ko'pigidek yorilib ketmasin. Yulduz nimaga kelibdi? Ha? Yana qayrab ketdimi? Ha, gapiring. Sizdagi har dam xayol ovsar, noshud ayolni birinchi ko'rishim. Sizni deb aspiranturani tashladim. Sizni deb qavmi qarindosh, yoru birodarlarimdan ayrildim. Menda ayb yo'q. Hammasiga o'zingiz aybdorsiz. Akajon deb bo'ynimga osilgan o'zingiz. Siz menga hayot yo'q deb qo'yarda qo'ymay meni uyingizga olib kelgan, menga tekkan o'zingiz. To'g'ri. O'zim tonmayman. Axir siz meni sevardingiz-ku. Hali ham sevaman. Bunday bo'lsa nega meni qiynaysiz? Nima qildim qiynab? Urdimmi? Urgandan battar qilyapsiz. Har kimga rashk qilasiz. Har kimga emas. Murodga rashk qilaman. Yaxshi ko'ramanki rashk qilaman deb. Men rashk qilsam siz xursand bo'lishingiz kerak. Murod akamni. Aka demanki. Murodjonni. Jon demang. Murodni o'shandan beri ko'rganim yo'q. Yolg'on. Yolg'on gapirib jahlimni chiqarmang. To'lovkun tramvay oстановkasida gaplashib turganlarini ko'rganman. Axir unda tasodifan uchrashgan edik, tasodifan. Tasodifan ham uchrashmang. Sizni deb yori birodarlarimdan ayrildi deganda Murodni ko'zda tutasizmi? Faqat ugina emas. Agar pushaymon bo'lsangiz, hali ham bor uni bo'yniga osilishingiz, undan uzr so'rashingiz mumkin. Faqat u sizni uzringizni qabul qilarmikin? Erdan erga, xushtordan xushtorga ko'chib yuradigan ko'chmachi sharmanda kimga kerak demaydimi? Endi siz Murod uchun yerda yotgan po'choq, sovugan osh, it tekkan qovuz. Bunday gaplar, bunday haqoratlardan ko'ra meni o'ldirib qo'ya qolsangiz bo'lmasmi? Meni deb qavmi qarindoshdan ayrilganmish. Yo'q, siz emas, sizni deb qavmi qarindoshdan ayrilgan men. Sizni qarindoshlaringiz eshikdan desa teshikdan keladigan kalamushlar shu yerda, shu shaharda. Menikilar esa uzoqda yuz ko'rmas bo'lib ketishdi. Opam sho'rlikni haydab yubordi. O'zi ketdi. Ketishga majbur qildik. Akam bo'lsa ko'chadan boshqa eshik ochib olgan. Baribir chiqib turibdi-ku. Ha, ahiyot qo'rqib sim xuddi begonalardek. Bo'lmasa men ketay. Qavmi qarindoshlaringiz, yori birodarlaringiz bilan qo'lingni topishga qo'shma sor bo'linga. Mana shu. To'g'ri ketaman deysiz. Ketaman deb meni qo'rqitasiz. Qanday qilib, axir nima qilay? Axir gaplarimga kirmasangiz, so'zlarimga tushunmasangiz, menga ham oson emas. Hammasiga o'zim aybdorman. Tilim qisiq, dardim ichimda. Hech kimga dod deya olmayman. Hech kim. Negaki farosatingiz yo'q. Yana nima qildingiz? Bundan ortiq yana nima qilishim kerak? Ayting, nima qilishim? Necha marta aytishim kerak, a? Necha marta aytishim kerak? Uyni shartda sotib, pulni berga mahkam bog'lab, g'am-u kulfatdan uzoqroq joylarga ketishimiz kerak deyman.
Bilganingizni qiling. Bilganingizni qiling, faqat meni tinch qo'ying. Bilganingizni qiling. Mana u boshqa gap. Bo'ldi. Ketamiz. Bu dargohdan butunlay ketamiz. Shoshilmanglar. Ana, aloqani uzgan odamingiz. Aytdim-ku, bular eshikdan haydasang, teshikdan kelishadi. Nega keldingiz? Gaplashmoqchiman. Axir sizdan iltimos qiluvdim-ku, uyimizga boshqa kelmang deb. Gaplashmoqchiman. Kim bilan? Ikkalangiz bilan ham. Iltimos qilaman, chiqib keting. Yo'q, chiqib ketmang. Iltimos qilaman, chiqib keting, uyimizni buzmang. Uyingiz buzilgan. Allaqachon buzilgan. Bu uy emas, vayrona, jahannam, razolat. Berahm jallod. Jallod men emas, siz mana bu olifda bir mutahammi deb og'zga qarab gapiring. Ha, mana shu mutahammi deb qo'mi qarindosh yor birodarlar yuziga oyoq bosdingiz. Ilm urfandan, orzu havasdan voz kechdingiz. Bu jallodlik emasmi? Men sizga nima yomonlik qildim? Meni shunchalik qiynamasangiz. Qiynalgan faqat siz emassiz. Biz ham azobdamiz. Azbaroyi qiynalganligimdan sizga qattiq so'zlar aytdim. Sizni jallod dedim, kechirasiz. Lekin hayotingizda yuz bergan bu baxtsizlik uchun faqat o'zingizga emas, biz ham aybdormiz. Baxtsiz? Nega endi meni baxtsiz deysiz? Men baxtiyorman. Men judayam baxtiyor. Siz xuddi yonib turgan sham nuriga urilgan parvonaga o'xshaysiz. Atrofingizda nimalar bo'lyapti ko'rmayapsiz. Nur ko'zingizni qamashtirib qo'ygan. Siz jar yoqasida turganligingizni, qarshingizda jahannam borligini ko'rmayapsiz. Meni vazifam garchi kech bo'lsa ham sizni ogohlantirish, hech bo'lmasa shu yo'l bilan o'z aybimni oqlarman deb o'ylayman. Men hech qachon sizni ayblagan emasman. Men o'zimni o'zim ayblayman. Aybim shuki muhabbat masalasiga yengil qaradim. Mana shu muttahammi so'zlarga ishonib, oliyjanoblik qilib, sizdan, sevgimdan voz kechdim. Holbuki yolg'on sizlarga berilmasdan jang qilishim kerak edi. Mana endi jang qilishim turgan gap. Yo, bu odamni haydan yo'lmay chiqib ketaman. Men ortiq bunday haqoratlarga tishlab hech narsa deganim yo'q. Yulduzxonga nima debdi? Nazokatni qo'yib siz yo'laman debdi. Yolg'on ishonmang. Bu hammasi yo'g'on birodarlar so'qgan uydirma. Ularning maqsadi siz bilan bizni bir-birimizdan judo qilish. Yulduz. Shu gaplar rostmi? Rostmi? Tavba. Rostmi? Rostini aytaymi? Rosti shuki, Yulduzxonni o'zlari menga xushomad qildilar. O'ldirib xumordan chiqib qo'yar deyapman. To'xtang, Abror aka. Nima gap bo'lsa, nima gap? Iblis xotirimga tegishdi. Og'ir bo'ling. Bir qari hol bo'lmasin. Uylaringiz buzilmasin deb shunchadan bir indamay kelyatdim. Ko'chada boshi eshik ochib olganim ham, uylaringga kirmay qo'yganim ham sababi shu edi. Hay bugun nima bo'ldi-yu, og'zimdan lop etib chiqdi. Voy sho'rgilab qursin, endi nima bo'ladi? Hazillashganga shunchami? Qachondan beri men sen bilan hazillashadigan bo'lib qoldim? Gulday xotining bo'la turib, opangga xotin bilan hazillashasanmi, a? Haqqinchilikdan qiyin. Hazillashadigan odam bilagimdan mahkam ushlab ichkariga tortadimi? Bilagingdan ushlab tortadi. Og'ir bo'ling, tortmoqchi edim. Og'ir bo'ling. Nega indamaysan, nomard? Gapirsang-chi. Nima ham deb gapirdim. Sizlar ko'pchilik, men yolg'izman. Men hozir sizlarga bas kela olmayman. Qildan qiy axtarib, hazilni chinga aylantirib o'tiribsizlar-ku. Ehtimol biroz nojo'ya hazil qilgan turman. Ehtimol biroz yanglishgan turman. Shuncha dag'dag'a, shuncha to'polanmi? Bularning hammasi bitta uzr so'rashmay o'tib ketadigan gina gudratlar-ku. Agar muddolaring meni ketkizish bo'lsa, haydamasalaring ham janjalsiz ham ketishim mumkin.
Oda, hamma ayb o'zingizda. Agar shu to'yga siz rozi bo'lmaganingizda to'y bo'lmas edi. Qilg'ilingni qilib qo'yib endi ketmoqchimisiz? Endi osonlikcha ketolmaysiz. Ha bo'lmasa meni ushlang, qamang, pishirib yeng. Odamlarni xonavayron qilib, qon yig'latib o'rgangansiz. Qonxo'rsiz. O'ziga qaragan qilyapti. Qo'ying so'zlasin. So'zlab qolsin. Bunaqangi ayyor, tulki, dog'uli, benomi shilqimlarni ko'p ko'rganman. To'g'ri, jinoyatchilarni, muttahamlarni, o'g'rilarni javobgarlikka tortganim rost. Bundan keyin ham xuddi shunday qilaman. Halol odamlarni himoya qilaman. Xato qildim, yanglishdim. Voy, o'zingiz urmay turib qolsangiz men nima qilaman? Hammamiz ham yanglishdik. Bu odam faqat ayyor shilqimgina emas, bizni xotin bosgan ekan. 3 marotaba uylanib, 3 marotaba xotin qo'ygan. Sen 4-chisisan. Yolg'on, tuhmat. Bu qo'sh oliy ma'lumotli alloma umrida bor yo'g'i 7 sinfda arang tugatgan xolos. Tuhmat. Diplomlarim bor. Pulga sotib olingan diplomlar. Isbot qila olmaysiz. Kim aytdi? Surishtirdik. Kimsiz? Qayerda ishlagansiz? Asli ismingiz, familiyangiz kim? Endi hammasidan xabardormiz. Oti o'chkiran boshqa ekanmi buni? Bu odamning asli ismi shariflari O'tkurbek emas, Husniddin. Familiyasi Nodirbek emas, Qalandarov. Yolg'on. Nomim O'tkurbek, familiyam Nodirbekov. Mana pasportim, nimaga ishonmaysiz? Albatta. Shoirligi ham yolg'on. Birovlarning she'rini o'g'irlab, et-betiga qalam tegizib, O'tkuri deb imzo chekkan, chiqartiravergan. Sizni palov degan she'ringizni ham redaksiyaga jo'natdi. Ya, qizil o'g'ri ekan u. Ha, o'g'ri. Faqat she'r o'g'risigina emas, pul o'g'risi ham. Keyingi ishlagan magazinda sheriklari bilan 25 ming so'm pulni rastrata qilib o'g'irlab qochib yuribdi. Prokurormanda haddizdan oshavermang. Ustingizdan arz qilaman. Qo'lingizda hujjat yo'q, isbot qila olmaysiz. Sizning haqingizda barcha hujjatlar mana bu papkada. Hammasi yasaman, hammasi to'qilgan, yasalgan, Hech uyushtirilgan. jazavaga tushmang. Agar bu hujjatlar qalbaki bo'lsa, buni sudda isbot qilasiz. Sudda? Ha, sudda. Bizni aldaganingiz, nazokatni, sevgisini oyoq osti qilganingiz hamda davlat kassasidan 25 ming so'm pulni o'g'irlagan jinoyatchi sifatida javobgarlikka tortilasiz. Bu muttaham sheriklariga yozgan xatida uyni 50 ming so'mga pullab xabar qilaman. Har galgidek biror kurorta o'chirishamiz debdi. Voy, qaysi uyni? Qaysi uy bo'lardi? Mana shu uyni. Voy. Voy dadasi. Sheriklaringiz qo'lga tushgan, qamalgan. Qamalgan? Ha, siz ham qamoqqa olindingiz. Mana order, eshikda militsiya kutib turibdi. Yo'q. Tamomang. Yoshlarga rahm qiling. Ular hammasi yoshlikning sho'xliklari edi. O'lsin, yoshingni sho'xliklari shunaqa bo'lsa. Adolga qamamang. Bunday sira ham bunaqa qilmayman. Hamma gunohlarimni bo'ynimga olaman. Meni o'sha muttaham sheriklarim yo'ldan urishgan. Kechiring, qulingiz bo'lay. Nazokat. Hech bo'lmasa siz yordam qiling, nazokat. Qadar pastmisan. Yo'qol, yuzing qursin. Aka, buni militsiyaga olib chiqib topshirib. Tre, o'le. Ya qo'lini ola. Olmaydi. Kelib sinizga javr qilasiz. Sud, shov-shuv. Bilmadim bundan keyin siz qanday qilib bosh ko'tarib yurar ekan. 5-10 yil lip etib o'tadi ketadi. Militsiyangiz qayerda? Olib chiqing. Hadi. Yat. Nomus. Bitta firibgar. Bitta lo'ttivoz. Hammamizni qo'lga tushirdi. Sharmanda qildi. Men endi nima degan odam bo'ldim? Aybim nima? Gunohim